学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语，情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Sekila Asghar。今天呢，我们算是把我们的拼音还有我们的这个汉字部分已经是学完了。Bugün mushu oldingi sonlarda biz pinyin yana bizniki mushu hansoch xatlarniki偏旁部首啊、笔画呀degan narsalarni o'rganib bo'ldik. 那么从今往后buningdan keyingi kunlarda nimani o'rganamiz? 就是阿里木来乌鲁木齐 olimninki Urumchiga kelishi degandan boshlab 一直到第10单元 10 qismga kelguncha 是我们的课文 bizniki darsimiz bo'lib mavdu. 那么在这个上课之前 mushu darsga kirishdan burun 我们呢会遇到一些问题. Biz buningdan keyingi mushu darslarda balkim ozroq masalalarga duch kelishimiz mumkin. Masalan, mushu so'zlarningki keyiniga ism yoki fe'l deb yozib qo'ygan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa grammatikalarni so'zlagan vaqtimizda mushu ega yoki xabar yoki bo'lmasa andaq-mundaq deb so'zlab qolgan bo'lsam, 同学们可能会有一些这个听不懂、听不明白的情况。那么savoqdashlarda balkim tushunolmay qoladigan yoki bilolmay qolgan bu ism degan nima, ega degan nima degan mushundaq bir savollar, masalalar paydo bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun mushu bizniki rasmiy tekstlarga kirishdan avval 我们呢先把我们的这个所有的一个语法来过一下。那么mushu hansu tilininki grammatikasi ya'ni oddiy bo'lgan bir qismini bir tunishtirib o'tay. 就是说 ism degan nima, fe'l degan nima, son degan nima, miqdor degan nima qatorliqlarni bir tunishtirib, ya'ni buni qanday yerda ishlatamiz, qanday o'rinlarga akilamiz degandeklarni bilib olsak, buningdan keyin o'rgangan vaqtimizda 那你就不会出现问题了啊. Masalaga yo'liqmaymiz. Agarda keyin yana qandaqday degan ahvollar mushu uchrab qolsangiz, yana mushu qaytib masalan bugun hozir bizniki bu 7-dars bo'ldi-ku. Mushu 7-darsni yana bir qatam anglab olsangiz, 那就差不多明白了。那么接下来我们就开始进入正课。那unda bo'lsa rasmiy darsga kirib mushu olimniki Urumchiga kelishi degan mushu tekstniki oldida bir yufa shu yubiyo deb bor mishadi. Nima ya'ni bizniki mushu barliq grammatika so'zlarimizniki bir jadvali bor. Qarsak bu yerga ism, fe'l deb yozib qo'yibdi shunami? Unda bo'lsa mushu ism, fe'l degan mushu so'zlarni men bir boshdan tushuntirib o'tay. Birinchisiga qarsak tashi mingsi, ism. Nima mingsi degan nima? Qandaq so'zlar ism bo'lib mavdu. 首先我们要知道名词它就是表示人或事物或时间地点的名称. Bu degan gap bu ism deganimiz, ya'ni mushu odam, shay yoki bo'lmasa vaqt yo o'rinlarningki ismini yoki nomini, atalishini so'zlab beradigan mushtaq so'zlarni ism deymiz. Ya'ni yana bir qatam deylik, odam va shay va vaqt va o'rin qatorliqlarni so'zlaydigan mushundaq so'zlar ism bo'lib mavdu. 那么这个名词我们来具体看一下. Ismni biz jami 5 turga ayırsak bo'ladi. 5 turga. Birincisi 专有名词. 专有名词. 那么专有名词deganimiz 就是maxsus bir narsalarningki ismi. Masalan, davlatimiz Junggo shunaqa. Junggo degan bu mushu davlatningki ismi. Nima bu bir 专有名词bo'lib mavdu. Ya'ni masalan Olimpik deb elaqay bizniki yundonghui bor. 那么奥林匹克 deganimiz 它也是一个专有名词. 那么 meningki ismim Shakila degan mushu ismning o'zimi 它也是一个专有名词bo'lib mavdu. 这是birinchi xil. 那就是 maxsus bir narsaga qo'ygan mushu atalishini 专有名词 deymiz. 那么 ikkinchisi bo'lsa nima deymiz? 普通名词. 普通名词 ya'ni odatdagi ismlar. Bu odatdagi ismlarni biz odatda mushu 4 xil qilib ayirib qo'yamiz. Masalan, 个体名词
个体名词。Bunun da bu 个体名词 mesela nima narsalar desak shu do'st, 朋友, yoki bo'lmasa 作家, yozuvchi, yoki bo'lmasa 学生, saboqdoshlar, shunami? Yoki bo'lmasa qo'y, kala, yoki bo'lmasa mushuk, yoki bo'lmasa aeroplan qatorliq mushundaq narsalar тоже一个个体名词bo'lib qoladi. Onundan boshqa yana shu 集合名词. 集合degan bunda kollektivni so'zlaydigan ismlar. Kollektivni so'zlaydigan ismlarda masalan 人民, xalq. U xalq degan vaqtimizda bir tal emas. 个体degan vaqtimizda buning uchun bunda soni bor degan gap. Bir tal, ikki tal, uch tal, to'rt tal deb turib desak bo'ladi. 集合 kollektiv bo'lgan chaqda bu cho'qim bir tal emas. Cho'qim ko'p bo'lgan chaqda ondan 集合 mingsi bo'la oladi. Masalan, hozir deganda xalq, shunaqo. Xalq bir tal, ikki tal bo'lmaydi. Ta 很多. Yana shu nupus, 人口, 人口. Yana birisiga shu omma, 群众, 群众. Yana shu narsa keraklar, 物品 degandagi. 那么像这些呢，它是属于集合名词。集合名词。Andan yana 抽象名词，yani şu abstrakt isimler. Bu abstrakt isimler degan nima degan gap desak, 首先我来说一下这个抽象。Abstrakt deganimiz 就是 odamniki manda xiyolida paydo bo'lgan, 就是biz bunda narsa bormi? Bor. Lekin buni biz ko'gili bo'lmaydi, tutquli bo'lmaydi. Ashuni abstrakt deymiz. Masalan, xiyol. Meningki hozirgi xiyolim. Yoki bo'lmasa meningki ko'z qarshim, meningki tafakkurim. Masalan, meningki xiyolimni siz ko'ra olamsiz? Yo'q. Nima menda hozir xiyol bormi? Yo'q. Bor. Lekin buningki menda shakli bormi? Yo'q. Men yo'q. 那这个就是抽象, buni abstrakt deymiz. Lekin esimizda bo'lsin, ko'zimiz bilan ko'rmaganning hammasi abstrakt desak bo'lmaydi. Masalan, miyada hozir oksigen bor, shunaqo. Lekin bu oksigenni ninin qandama, qanboda ko'ramaymiz. Nima bu oksigenni biz abstrakt desak bo'lmaydi. Chunki agarda oksigen abstrakt bo'lgan bo'lsa, ni wo shenza yenga jo'sha silada. Men hozir ulab qolsam bo'ldi. Chunki men nafas olmayman. Miyada oksigen yo'q degan gap. Tushundingmi? Shuning uchun abstrakt deganimiz u narsaningki shakli yo'q. U narsa-chu bunda ma'lum bir shaklda mavjud emas. U odamniki bunda xiyolida paydo bo'lgan. Masalan, bunda qismlardan qanday narsalar bor desak, davde degani nima? Axloq. Nima bir odamningki axloqini biz ko'ra olamiz. Amoniki axloqi 4 bechakkan yoki mana axloqi 3 bechakkan deydigan ish yo'q, shunaqo. Nima axloq tajushi yiga 抽象的名词. Lekin bu axloq degan narsa bormi? Yo'q, bor. Biz uni bir odamningki gap so'zlari, yurish turishidan bila olamiz, shunaqo. Nima 这是一个抽象名词，道德。yana masalanga 思想 bir odamningki xiyoli, o'yi, tafakkuri, shunaqo. Yana masalanga madaniyat, 文化. Nima ta da 文化水平, bu odamningki madaniyat saviyasi desak, ni ning qandama? Qanboda. Biz faqat boshqa konkret ishlar orqali shu abstrakt narsalarni his qila olamiz. Yana birisiga masalan shu ay desak, muhabbatda. Muhabbat nima shu? Ayni qandaq bilgili bo'lmaydi. Lekin bu narsa bormi? Yo'q. Bor. Buni biz qandaq ifodalaymiz? Abstrakt narsalarni biz konkret ishlar orqali ifodalaymiz. Xuddi bayamqi biz degan axloq deganni uni biz ko'rolmaymiz, his qilolmaymiz. U abstrakt, lekin bizniki gap so'zimiz, ish harakatlarimizdan, mana konkret ishlardan qiyiqan shular bilgili bo'ladi. Nima cho'shan hozir shu muhabbat degan nima shu? Nima men bir odamni yaxshi ko'rgan bo'lsam, bu muhabbat degan narsani siz mendan ko'rolmadingiz, lekin meningki shu odamga bo'lgan shu ko'ngil bilishim yoki bo'lmasa shu g'amxo'rlik qilganimdan his qilg'ili bo'ladi. Nima 这个呢就是抽象的名词. Yana maslanga 欲望 deymiz. Havas. Bu havas degan bu 这个也是，就是你看不到，但是它存在，是吧？这也是抽象的名词。Bu mu abstrakt isimlar. Andan yana shu moddiy narsalarni so'zlaydigan ismlar. Masalan, shu havo, suv, moy, quyosh,
qatarlıqa, 像这些或者说mındaq deb tushunsak bo'ladi. Mushu tabiatdagi tabiiy bo'lgan, aslida bor bo'lgan mushtaq narsalarni 我们可以说是一个物质名词 desak bo'ladi. Ha, anda bu hozir qanchinchi ikkinchi xil ism shunaqo, endi uchinchisi ism yana qanday bo'ldi? Vaqtni ko'rsatadigan ism. Vaqtni ko'rsatadigan. Masalan, mushu cho'ngdan tortib kichikqa kelsak, yil, bu yil, kelar yil, yo bo'lmasa oldingi yil degandek, chingnian, mingnian, chunian degandek mundaq so'zlar. Anandagi oy, 1月、2月、3月、4月，这个月deganimiz mu 也是一个时间名词，对吧？oy, anandagi hafta, 星期一、星期二、星期三、星期四， bularmu ism. Anandagi mushu faslga kelsak, 春天、秋天、夏天、冬天 to'rt fasl shunaqo, 春夏秋冬 bu ism. Anandagi masalan bir kunning ichidagi vaqtga kelsak, atdigan tush, kech deymiz-ku, 早晨、中午、晚上deganimiz mushularmu ism bo'lib maqdu, hammasi ism. Xo'p, endi o'rinni ko'rsatib beradigan, ya'ni 处所名词啊，比如说 uyning ichida desak, 屋里、家里 deymiz-ku, uy ichi, 这是什么呀？ o'rinni ko'rsatib beradigan. Anandagi 学校、maktab, maktab, 你在哪？ siz nerede？ 我在学校 o'rinni ko'rsatib beradigan ism. Ya'ni masalan 周围 atraf degandek, 周围这个也是啊。好，anandagi 5-siga kelsak 就是什么呀？ 方位名词, ya'ni yo'linishni ko'rsatib beradigan. Yo'linishda masalan avval bizniki mushu 8 yo'linish shunaqo, 东南西北, ilaqa sharq, janub, g'arb, anandagi shimol qatorliq. Yana birisiga masalan mushu sharq, shimol, g'arb, janub degandek, 什么东南、东北、西南、西北 degandek, 这个加起来. Uningdan boshqa mushu oldi, keyni, o'ng, so'l deymiz, anandagi yon taraf deymiz, 这些都可以是名词啊。前面、后面，左边、右边、上边、下边，这些都是名词. Bularning hammasi ism. Ha, unda bo'lsa ismning nima ekanligini bildikmi? Odam va shay va vaqt va o'rinni ko'rsatib beradigan so'zlar ism bo'lib maqdu. Mingbala, odam, shay, vaqt, anandagi mushu o'rinni ko'rsatib beradigan so'zlar qandaq ism. Ha, ikkinchisi pil, 动词. 那么动词 degan 它是表示什么样子的词的？动词呢，它就是表示动作, harakatni, 行为, qilmishni, 心理活动, odamniki psixiksidagi harakatlarni yoki bo'lmasa mushu mavjud ekanligini, 存现 qatorliqlarni ko'rsatib bera oladigan so'zlarning hammasi nima bo'ldi? Pil bo'lib maqdu. Harakat, qilmish, mushu psixiksidagi mundaq o'zgarishlar, xodonglar yoki bo'lmasa mavjud yoki g'oyib bo'lganligini ko'rsatib beradigan so'zlarning hammasi pil bo'lib maqdu. Masalan, 我 hozir nemish dars o'tayotiman-ku, 我在上课或者是我在说话, gap qilyapman. Mushuning ichidagi mushu 说话 deganimizmi, bu bir harakat bo'lib maqdu. Nima o'ylash, 想 deymiz-ku, 这个也是一个动作. Meningki qo'limninki mundaq u yoqdan bu yoqqa kelganlari, 这都是 masalan bizniki mingish, o'ltirish, uxlash, ish qilib harakatni ko'rsatgan bo'lsa, 它都是动词, hammasi pil bo'lib maqdu. Nima bu pillarni odatda bir necha xilga mushu ayrilib maqdu. Masalan bizningki odatdagi eng jiq uchray, eng ko'p qo'llanadiganimiz shama mingish, turish, uxlash, so'zlash, o'qish deymiz. Uningdan boshqa o'rganish qilish, xizmat qilish, tomoq yeyish, munchiga tushish, denish ko'rish degandek. 这些都是什么呀？动词. Mushularning hammasi pil. Pil deganimiz o'sha harakatni ko'rsatadi. Uningdan boshqa mushu psixikadagi harakat bo'lsa-mu, yana o'xshash pil bo'lib maqdu. Masalan, yaxshi ko'rish, seg'inish, shunaqa, xiang, seg'inish. Hay有什么呀？喜欢, amraq. Anandikin 讨厌, bezar bo'lish.
还有害怕 qo'rqish andan keyin希望 umid qilish 羡慕 havas qilish nima hozir men bundaq turib o ayni desam bu harakatmi harakat bu mana ichidagi mushu pil qaysi ay degan bu nadagi harakat bo'ladi meniki psixikamda bo'layotgan harakatda uni siz qanday his qilolmaysiz nima hozir men opamni seg'inib ketdim desam o xinshang mama lekin men o xinshang mama deganni siz ko'ra oldingizmi yo'q 这些都是表示心理活动 bularning hammasi o'sha psixikadagi harakatni ko'rsatib beradigan pillar ha andan keyin yana mushu mavjud yoki g'oyib bo'lganligini ko'rsatib beradigan shunday masalan zay iliq dada tata deymiz-ku men uyda 我在家我在家那么我们现在这个在nim bo'lib ma'no deymiz 它就是一个这个动词bo'lib ma'no mushu o'rnimninki hozirgi men turayotgan joy uyda ekanligini bildirib beralaydi andan keyin yo'q bar degan so'z yo'q masalan meningki bir do'stim bor desak 我有一个朋友我有一个朋友那么这里面的这个有 deganimiz nima 就是动词 mavjud ekanligini mushtaq bor ekanligini bildirdi undan boshqa yana 存在 mavjud deymiz-ku bu 存在 mavjud emas degandek 存在 yoki bo'lmasa tarix qilish 发展 o'sib yetilish 生长 o'zgarish 变化这个改变 deymiz 这些都是什么呀这些都是动词 hammasi pil bo'lib ma'no andin mushu hukm chiqaradigan pildan birisi bor u bo'lsa shi degan xat shi bu shi deki shi odatda bu shi degan so'zni qanday ishlatamiz desak 首先它这个是它表示判断和肯定 bu ya'ni bir narsani nima mushu jazmlashtirganligimizni hamda hukm chiqarganligimizni shundoqmi shundoq ekanligini bildirdi uningdan boshqa yana shu shaylarninki nimaga tang yoki bo'lmasa nimaga tava ekanligini so'zlab beralaydi masalan 我是这本书的作者 man bo'lsam 是我是这本书的作者 bu kitobninki yozuvchisi desam 那么这里面的这个是 deganimiz nimani ko'rsatib beradi 是 shu narsa odam yoki shayninki nimaga tang ekanligini na isi 就是 bu yerda nimaga tang man kim u shu yozuvchi nimani mingba man shu yozuvchi ekanligimni shama shi shama nima degan nima bir narsaniki nimaga tava ekanligini yoki nima ekanligini bildirib beralaydi masalan 我是老师 man muallim desam 我是老师 desam bu meniki nimamni deb beryotdi kasbimni deb beryotdi这是判断动词是 uningdan boshqa ya'ni nima bor desak 能源动词 能源动词 deganimiz nima imkon pil 那就是 ma'lum bir ishninki mushundaq bo'lish yoki bo'lmasligiga imkoniyat yo bor yo yo'q ekanligini ko'rsatib beralaydi nima bu 能源动词 degan yana qaysi desak mushu uchinchisiga qarasak miyaga nim debdi mushu imkon pilni yana biz nima yordamchi pil deb tushunsak bo'ladi hamda mushu yordamchi pil deganimiz cho'shishim ya 能源动词能源动词这个助动词 bu yordamchi pilni odatda biz nada ishlatamiz desak mushu pil 动词 bayan bizda dedik bayanqi 动词la 动词ninki oldi yoki bo'lmasa sifatlarninki oldiga akilib turib 表示 nimani bildirdi desak 客观的可能性 ya'ni shu ishninki nima mumkinchiligi borligini yoki bo'lmasa biyoshing yoki zarurligini yoki bo'lmasa bir odamninki mushu subyektiv bo'lgan xohlaydigan yoki xohlamaydiganligini ko'rsatib beralaydi masalan bu yerda biz mushu chudongchilarni ayirgan vaqtimizda buni biz 3 turga qilib ayirib qo'ysak bo'ladi. Yigisi 表示可能 ya'ni mumkinligini ko'rsatib beradigan. Buni qanday so'zlar bor desak, masalan,能 degan mushu, ya'ni 能够 yoki bo'lmasa 会 yoki bo'lmasa 可能 qatorliq.
mushu so'zlar 表示可能 nama zarurligini bildiradiganlardan qaysi bor desak masalan yo masalan 我要回家 men uyga ketishim kerak degandek 应该 yoki bo'lmasa ingdang mushtaq qilish tegishlik yoki ashtaq bo'lish kerak degan ma'noda yoki bo'lmasa 就是表示意愿 uchinchi xili ya 表示意愿 bir odamningki xohlaydigan xohlamaydiganligini bildirdi uningda masalan 肯 就是xohlash yoki xohlamaslik u kelishga unimadi desak 他不肯来 degandek andan keyin 敢 yoki bo'lmasa 愿意 xohlash 我愿意帮助你 men sizga yordam qilishni xohlayman degandek 这是我们的助动词啊 那么bu yerda yana bir qatim harakatlarni mushtaq qilmishlarimizni ko'rsatib berganimiz fe'l nama mushu bayamqi biz so'zlagan 能会可能应该肯 degan bundaq so'zlar bular yordamchi fe'l bo'lib ma'noda 助动词bo'lib ma'noda endi to'rtinchisiga qarab baqsaq bu yerda nima debdi 形容词deganimiz nima ekan sifat nama sifat degan nima desak 表示形状性质状态的词就是形容词啊那意思就是说 bir narsaningki shakli masalan cho'ngmi kichikmi 大小高矮胖瘦 degandek 这个 yoki bo'lmasa 性质 xarakteri masalan 好 yaxshi 坏 eski yoki bo'lmasa 优秀 a'lo 聪明 aqlli degandek 这是性质 yana birisiga holati masalan mushu 好 比如说我现在心情好 shunday o'ylaqay kayfiyatim yaxshi degandek mushu 好 deganimiz 它就是一个形容词 bo'lib ma'noda 那么形容词主要就是这样子啊一个是形状还有一个是性质 shakli xarakteri holati mushularni so'zlaydigan so'zlar nim bo'lib ma'noda sifat bo'lib ma'noda好 endi mushu keyingisiga qarab baqsaq shashamiya 代词 deganimiz almash qandaq so'zlar almash bo'lib ma'noda desak almashni biz odatda endi 4 xil qilib ayirsak bo'ladi 代名词 ismninki almishi yoki bo'lmasa 谓词 mushu xabarninki almishi yoki bo'lmasa shu sonlarga yoki bo'lmasa futsi ravishlarga qartamishda almashgan mushu 代名词 kelgan chaqda masalan ko'pincha narsa keraklarga yoki bo'lmasa odamlarga almashtiramiz-ku masalan men o'zimni degan vaqtimda wo deyman-ku sen desam ni u desam ta 这你我他 deganimiz almash bo'lib ma'noda qandaq almashdi desak men asli shakila lekin bu yerda men shakila deb turib demay o'zimni menlam dedim bu yerdagi men deganimiz mushu shakila bilan almashib ketdi wo deganimiz mushu shakilarni ko'rsatdi shuningga bu wo degan so'z miyada almash bo'lib ma'noda nama masalan 这个 dedim nama bu nima bu kitob lekin men bu kitobni 教你学汉语书 deb bundaq demadim buni 这本书lam dedim bu mishadagi 这 deb bu deganim nimani ko'rsatdi mushu kitobni ko'rsatdi nama 这 degan mushu kitob bilan almashdi所以这它也是一个什么呀代词那么o'rinlarga qarasaqmi bo'ladi masalan muallimninki yini desak u mening yinim bir o'rin bo'lib ma'noda nama 老师的旁边 demay 这儿的 misha desamlam 这儿 degan bo'lsam bu mushu o'rinni ko'rsatib berdi bu mu bir almash bo'lib ma'noda 那就是说代词就是什么呀能起到一个代替 yana shu narsaga qarata bir vakil shu narsaga bir vakil bo'la oladigan 指示 bunda ko'rsatma rolni o'ynay oladigan so'zlar 代词 bo'lib ma'noda ha andan keyingisi 数词 数词 namimiz bilimiz 是什么呀 son sonlarni qandaq ayrimiz desak masalan 基数词 da asas bo'lgan sonlar shunday 1 2 3 4 5 6 degan 这些都是基数词 andan keyin 序数 ilaqa tartibni so'zlaydigan son bor 第1 第2 第3 第4 第5 degandek 反正这些呢 bularninki hammasi son bo'lib ma'noda好 andan keyingisi miqdor 量词 miqdor
bu 也是一个非常重要的词 intayin muhim bo'lgan bir so'z ko'pincha mushu ismlarga qarata ba'zan de pillarninki bo'ladi nama ismlarga qarata bu narsalarninki nima so'zlagan vaqtimizda biz uyg'urcha tilida so'zlagan chaqda bu nimaga mushu miqdorga pek ahamiyat berib ketmaymiz. Masalan, bir kitob, bir odam, bir daraxt deblamchi mushu sonni akilib keyiniga ism qo'yib mansab bo'laverdi. Lekin hanzu tilida o'xshamagan narsalarningki mushu miqdor so'zimi o'xshamaydi. Biz bu yerda yi shu yoki bo'lmasa yi shu yoki bo'lmasa yi yanjing yi shu deb turib mundaq desak bo'lmaydi. Bu shing bu ningchimi yo'q, bundaq ishlasak bo'lmaydi. Masalan, bir jup ko'z degan bo'lsak yi shuang yanjing bo'lib ma'du. Nama yoki bo'lmasa masalan kim bo'lgan bo'lsa bir kim degani yi jian yifu chiroq bo'lgan bo'lsa yi zhan deng deb olsak bo'ladi. Masalan kitob bo'lsa yi ben shu andan keyin像比如说 mushu nimalarga ishlatgan vaqtimizda suv qatorliqlarga ishlatgan vaqtimizda buni biz ko'pincha bir narsalarga qachilaydigan bo'lgandan keyin nimaga qachilsak shu narsani miqdor qilib turib so'zlaymiz. Masalan, chiniga qo'ygan bo'lsak o'sha yi wan shui, botulkaga qo'ygan bo'lsak o'sha yi ping shui bo'lib ma'du miqdor so'z. O'xshamagan narsalarningki miqdor so'zimi o'xshamaydi. 而且这是一个非常重要的内容，我弄这个不拿的没用不干不买什么呢？然后接下来是什么呀？数量词，数量词的意思就是3 miqdor， 那就是3 qo'shilgan miqdor degan gap. Nima, masalan, 2 kitob degan bo'lsam, 2本书, nima 2 degan son bo'ladi, 本 degan miqdor bo'ladi. Nima, 这个2本deganimiz 就是数量, ya'ni son miqdor bo'lib ma'du. Ha, andan keyingisi nima? Ravish. Ravish deganimiz nima desak, tana 就是这个修饰 sifatlaydi. Nimani? 动词或者是形容词 pilni yoki bo'lmasa mushu sifatni sifatlaydigan so'zlarni yo bo'lmasa cheklaydigan so'zlarni futsi deymiz, ya'ni ravish deymiz. Masalan, darajasini oshirib beradigan, 比如说很 noiti 非常 yoki bo'lmasa mushu bir ishninki mushtaq qitim sonini so'zlaydigan, masalan, 常常 经常 doim degandek shunaqo yoki bo'lmasa bu vaqtninki o'tib ketganligini mushu vaqt ravishlari bo'lgan bo'lsa, masalan, yijing shunaqo abayatdan texi degan bo'lsa, gangang degandek ilgari degan bo'lsa, chengjing degan, 像这样子的它都是属于什么呀？副词，这都是属于副词。那么 undan boshqa 连词，连词 degani nima? Bog'lug'uchi. 连词 deganimiz bog'lug'uchi. Masalan, 但是 lekin degandek yoki bo'lmasa h iliqi bilan degandek shunami yoki bo'lmasa kin yoki bo'lmasa tong degan vaqtimizda mushu hamsi bilan deganni bildirdi-ku. 这些词呢都是一个连词 bo'lib ma'du. 还有像什么那么 undaqda degandek 这些都是连词. Bog'lug'uchi, ya'ni ma jumla bilan a jumlani bog'lab ma'digan o'tirliqda bunda bağlaş rolunu oynaydigan so'zlar jiban shan jo'sha lensi bo'lib ma'du. Andan jietsi. Jietsi deganimiz oldi qo'shilg'ichi. Jietsi ko'pincha hamda jietsi mu nadan mushu tarkib tepib chiqqan desak-chi, ko'pincha mushu pildan chiqqan. Bu jietsini yaxshi o'rganmasak, bizningki mushu jumlamiz bek xato chiqadi. Grammatikamiz bek nachar, doim gapni xato qilamiz degan vaqtimizda ko'pincha nadan masal chiqdi desak, o'sha ravish bilan mushu oldi qo'shilg'ichidan. Bu oldi qo'shilg'ichini odatda biz ishlatgan vaqtimizda qanday xatolik yuz berdi desak, unutib qoladigan ahvol bo'ladi. Masalan, men uchun mushu hanzu tili intayin muhim degan bo'lsak, mishadiki mushu uchun deganimiz nim bo'lib ma'du, jietsi bo'lib ma'du. Lekin mushu uchun degani nima sho'shin iliqi veyla deb bara so'z bor, uchun deb so'zlaydigan. Lekin bu yerdagi bu veyla emas. Buni qanday deyishimiz kerak? 对我来说汉语
非常的重要，对我来说deb desek bo'ladi. Nima uningdan boshqa yana shu bu xato azirqisi ma xato ishlatgan ahvol, yana birisiga mushta unutib qolgan ahvollar bo'ldi. Masalan, men Beijingdan bir uy sotib oldim degan bo'lsak, 我北京买了一套房子. 我北京买了一套房子. 那么bu yerda men Beijingdan degan shu din deganimiz oldi qo'shilg'uchi bo'lib qoldi. Qanday qilib qoldi? 我在北京买了一套房子. 我在北京买了一套房子. 这个在 din bo'lib qoldi. Nimani ko'rsatib berdi? Oldi qo'shilg'uchi bo'lib qoldi. Oldi qo'shilg'uchini yaxshi bilmasak, jumla xato chiqadigan ahvol ko'p ko'rildi. Endi 助词 yordamchi so'z. Nima bu yordamchi so'zlarning turimi bir necha xil bo'lib qoldi. Bu ko'pincha qanday rolni o'ynaydi desak, tana iliqi jumlaning ichida aniq ma'nosi chiqib ketishini tayin, lekin grammatik rolni o'ynab qoldi. 它在句子当中是有语法意义的，也是不能少的。kam bo'lib qolsa bo'lmaydigan. Masalan, shu l, ch, go deymiz. Yoki bo'lmasa anandikini liqi ti deb turib layja deymiz-ku. Mandaqti, andaqti deb shu ti deganimiz layja qatorliq. Yoki bo'lmasa, 像这个的的的, 3tal的, shularning hammasi shu 助词bo'lib qoladi. 下面一个是什么呀？叹词。叹词deganimiz它就是表示感叹和呼唤的，还有这个应答的词。Masalan, 这个哎呀啊哦 deymiz-ku. Shularning hammasi 叹词。叹词bo'lib qoladi. 拟声词deganimiz tahliliy so'z. Masalan, 就是bir narsalarning bundaq ovozini do'rab turib chiqargan so'zlar 就是拟声词。比如说他在呼呼的睡觉。iliq uxlagan vaqtida qilib uxlagan bo'lsa, hu hu deganimiz 就是这个。Andan keyin dong dong dong, 有人在敲门. Bir dong dong dong, birisi eshikni chekyotdi deb. Mishadagi dong 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 deganimiz 就是这个拟声词。Andan keyin yana maslanga iliq masalan 水在哗啦啦的流 deymiz-ku. Suvlamda shildir shildir eqyotdi. Mishadagi shu Uyg'urchadagi shildir shildirga o'xshash 哗啦哗啦deganimiz 就是拟声词bo'lib qoladi. Endi eng oxirgi ikkisi bo'lsa nima ekan? Oldi so'z qo'shimchasi va orqa so'z qo'shimchasi. Shu so'zningki shu oldiga keladigan so'zlar yoki bo'lmasa so'zningki keyinga keladigan so'zlar. Bu shu zi degan shu xat ko'pinchasi zi bo'lib kelalaydi. Andan keyin shu lao degan xatni ko'pinchasi 我们可以做一个词头 degandek. 好，这是我们的这个 barliq shu so'zlarni bir so'zlab chiqdik. Ha, unda xo'sa, bugungi mishadagi shu barliq so'zliklarning hammasini tushundikmi saboqdoshlar? Buni hozircha balkim endi yangi darsdan boshlashdan burun bir o'tkazib o'tdim. Bo'lsa, shu bizningki shu undidor supimizdan shu filmni tushirib olsak, andan keyin mushu masalalarga yana yo'liqqan vaqtimizda yana bir qayta ko'rib olsak, shu vaqtida texmi yaxshi tushunib keta olamiz. Balkim hozir degan vaqtimda sal ta'sis qilib qolgan bo'lishinglar mumkin. Tushunishimizcha tushunib turaylik, asta-asta texmi yaxshi bilib keta olamiz. Bo'lamdi? Unda bo'lsa, bugungi darsimiz mishagicha bo'lsin. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr